Hozir istoriyani eshitasizlar, который membershipsiz olgan bilet. $100. Da. $100. Agar VIP bo'lganda olardim. Eng afsuslangan narsam shu, lekin Xudoga shukr tushib keldim. Lights up, we're taking over the world. Bichara. Hammaga salom, sizlar bilan Mohina va ikkinchi podkastimizda qanaqa qilib bilet olish haqida и вообще K-pop haqida qanaqa bularga уже zaputmaslarni. Ular istoriyalardan keyin bizning go'shtimiz tanishtiring o'zingizni. Mani ismim Maftuna. Tutyapti boshida. Ismlari Maftuna va mana shu Blackpink turi bo'lganda, общий turi, ular Blackpink konsertiga borib keldilar. Qaysi shahar, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, nechta pul ketdi, hammasini hozir batafsil aytib beradilar. Nimalar bo'lganini, вообще nima kechga, потому что hammadan so'rab chiqsam, hammada har xil istoriya. Menda boshqacha bo'lgan, keyin o'tgan qizimiz kelgan, aytishda boshqacha bo'lgan. Qiyinchiligi bor, qiyinchiligi yoki nabart oson olingan. Разные. Endi kelinglar Blackpink haqida, chunki men bilaman, подписчиklarimni ko'p foiz o'zi Blackpinkni fanatlari. Chunki nimadir Blackpinkdan chiqsam, har doim взлетает. To'g'risi, shu har doim prямой qilsam Blackpink. Ondan sonra biyaski endi hozir bizning atmosferamiz bu Blackpink atmosferasi, так что вот unda qilamiz ham. Lastika qanday sotib olish anaqasi ham istoriyasi ham bor, так что hop, birinchi savolimiz. Boshdan boshlaymiz. Bu birinchi bilet olish. Hammaga qiziqadigan qanaqa qilib bilet olish mumkin? Как будто вообще qiyin narsa. BTSga, именно Blackpink BTSga bilet sotib olish juda ham qiyin. Поэтому men o'ylaymanki, ko'p o'zbek K-poperlar xohlaydi-da, lekin qila olmaydi. Chunki men опять-таки esimda bor, J-Hope'ga borishimdan oldin ko'pchilikdan so'radim, ketdik deb, hamma qo'rqqan, hamma bilmayman, hamma unaqa bo'lib ketgan. Hozir esa hamma tayyor turibdi BTSga. Серьезно, 800 ta odam hamma tayyor turibdi-da, boraman deb turibdi-da. Bu может больше. И hammada shans qanadir появиться qildi. Shuni endi hozir Blackpinkda qanaqa bo'lgan ekan, shuni menimcha ko'pchilikga qiziqarli bo'ladi. Поэтому qanaqa qilib, qaysi saytda oldingiz? И вообще istoriya men birinchi eshitdim. Birinchi Bangkokda olmoqchi bo'lganlar biletni. Jakartaga oxiri ketdilar, но что-то Bangkok bilan o'xshamadi. Вот nimaga? Marhamat, istoriyangizni eshitamiz. Da. Ну, oson emas bilet olish. Bilet oldim degani bu osonlikcha oldim degani emas. Ikkinchi marta bu menda o'xshaydimi yo'qmi buni ham bilmayman, lekin o'sha Blackpinkga bilet olganimdan keyin nimaga men oldinroq olmaganman? Nimaga men oldinroq konsertga tushmaganman degan narsa paydo bo'lgan. Mayli чисто erkaklarga keyin boshladi qidirib ketish. Undan oldin esa Sugarga bo'lgan-ku. Я так хотела. Shunaqa xohladim, haligacha afsuslanaman shu Sugarni отдельный konsertiga bordim. Shunga mana bunday oldin olmaganman. Qila olarkanman deb. Hatto men 17-yil esimda bor. Rosa xohlaganimdan olib ko'rishga harakat qilganman. Koreyskiy imенно. Koreyada boraman deb o'yladim deb aytdilar. Ha, fiks masla. Ну, конечно, bordim, но не так. Shunga тренировка qilib, как-то 17-yilda даже попадалась. Просто to'lash kerak edi biletga. Ну, как бы proba bo'lgani uchun olmaganman. Sizda endi qanaqa, qaysi sayt nima? Menda birinchi o'sha deadline объявлениясini ko'rganimda, именно Aziyaga borligini ko'rdim. Aziyaga borligini ko'rgandan keyin продажалар ochilmadi. Nega ochilmadi? Yo'q, o'zi deadline o'sha tur qishda boshlangan bo'lsa, mayda ochildi-da. Xuddi hozir BTS bilan anaqa bo'ldi. No, BTSda ham hozir точно emas-da. Qachon ochilishi? Odamlar kutib turibdi-da. Keyin o'sha birinchi anaqani ko'rganimda Instagramdan ko'rdim. Membership olish kerak. Saytlardan registratsiyadan o'tish kerak. Vizer skачать qildim. Membership oldim. Membership olgandan keyin o'qib chiqdim, qaysi saytdan qanaqa qilishim kerak. И в итоге Bangkokga borishga qaror qildim. Keyin Bangkokga boraman deb hamma o'sha saytlarni o'qib chiqdim, bilet olganlarni videosini YouTubedan ko'rib chiqdim. Qanaqa olishgan, nima qilishgan. Bangkokda ko'p, kстати, mana o'sha videolar orqali
gazetda menimcha 2 hafta o'tirib o'rgangan ekanman. Har kuni qanaqadir katta bloklarni farqi yo'q. Лишь бы shu konsertga, любой K-pop kontsert, но как взять, как быть, как бorish. Это сложно на самом деле, но возможно. И вот hamma elektronniy pochtamni registratsiya qilingan anaqalarimni o'rtog'imga berdim, singlimga berdim, o'zim oldim. O'sha may oxirigacha registratsiyadan o'tish kerak edi. И официальный продажалар 10-iyunda faqatgina Blinklarga membership bo'yicha ochiladi. Keyin 11-12-da Visa Platinumni qanaqadir vizani klientlari uchun ochiladigan bo'lgan edi. И oxiri общий продажаga ochiladi. И вот keyin o'sha Bangkokka boraman deb Thai Ticket Major saytida registratsiyadan o'tdim. Da, eng qizig'i na angliskiyni zo'r bilaman, na tayskiyni tushunaman. Переводчикlarni skachat qilib, hamma narsalarni настроить qilib qo'ydim-da saytga. И keyin o'sha Deng X keldi. U kelguncha hamma plastik kartalarimni pulga to'ldirib tashlaganman. Vdруг anaqa qilaman, pul o'tkazaman biletga desam, nech pulligini bilmayman. Oldindan yozilmagan, summasi yozilmagan-da. Bizda yozilgan ekan. Faqatgina o'sha prodaja bo'ladigan kuni biletni summasi chiqyapti. Joyi ustiga bosganda chiqyapti-da. Undan oldin chiqmayapti. И keyin короче, 3 tama plastik kartani olganman. Ichini to'ldirib turibman. Vdруг unisi ishlamasa bunisi $1000. Yo, unaqa emas. Но примерно aytishgan, что $200dan $500gacha bo'ladi biletni narxi deb aytishgan. И men o'ylaganman, hozir VIP nima bo'lsa ham VIP deganman keyin ichimda oladigan paytda любой burchi, qanaqadir burchidan bo'lsa ham roziman deyapman-da. И Deng X keldi. Ertalab turdim. Bizda soat примерно 8 ertalab. И singlim bilan короче o'tiramiz, bilet olamiz. U yerda Koreyada o'rtog'im bilan переписываться qilamiz. U ham kiryapti-da. O'shalar qo'yganmiz-da, u Koreyada o'rtog'im bilan kirib, o'rtog'im bilan birga kirib, o'tirganmiz ertalabda Bangkokka. И вот bilet olishga harakat qilyapman. Очередьlarda turibman, очередьim keldi. U очередь bo'layotganda волнение, shunaqa волнение bo'lar ekan. Xuddi chanu ola olmasam nimadir bo'lib qoladi-da. Hayotimda nimadir bo'ladi, ko'zlarim yoshga to'lib ketyapti-da. Keyin harakat qilyapman. Joy chiqyapti-da, ustiga bossam sotib olingan. Ustiga bossam sotib olingan. Bosyapman, u yoqdan telefondan, bu yoqdan notebookdan, naryoqdan o'rtog'im ham tushunmayapti, nima qilamiz? И заодно переписываться qilyapmiz-da. Keyin oxiri ola olmadim. И уже o'yladim, "Blin, bo'ldi" deyapman. Soat 9ga yaqin ishga ketyapman, yo'lda harakat qilyapman. Ishga bordim, ishxonamdagilar ham nima bo'ldi deb so'rashyapti-da. Oldingizmi deb. Keyin bu yerga ola olmadim, boshqa variantlarni ko'rishga tushdim sразу. Thai Ticket'dan olishdan oldin birinchi registratsiyadan o'tganman, membershipimni qilganman-da. Boshqa saytlardan registratsiyadan o'tmaganim uchun membership bo'yicha ola olmas ekanman, kutishim kerak. Ertasi kuni olaman deb vizalarimni kirg'izyapman, meni vizam to'g'ri kelmas ekan-da. Chunki anaqa nima deydi, именно vizani klientlari uchun qilingan shans ekan-da. И o'sha vizani klientlari olsa bo'lar ekan ikkinchi kun. Keyin oxiri Indoneziyadagi o'rtog'imizga yozamiz. Nima bo'ldi, ola olmayapmiz. Bo'pti, membershipni ber, men olib beraman deyapti. Keyin berganman. Kiryapti-da, "Voy, sen saytdan registratsiyadan o'tmabsan" deyapti. Кстати, да. Saytdan именно membership registratsiya qilib qo'yish kerak ekan. Вот заметка. Wevers'da сразу anaqa keladi, сообщение keladi. Mana shunaqa Bangkokda bo'lyapti. Misol Bangkok deylik. Bangkokda bo'lyapti. Согласно ли ты degan joyi bor o'zi. O'shani galashka qo'yib, anaqa registratsiya qilib, mablag'larni to'ldirib yuborish kerak edi. Bunaqa qilmaysiz. Yo'q, Blackpink'da o'zi специально qaysi saytlarda biletlar sotilishini ссылкасini qilib qo'ydi. Blackpink ofitsialniy versiyasini pastda. И o'sha ссылкаlardan o'tib, saytga kirib, membership bilan registratsiya o'tish kerak ekan-da. Shunaqa. Men faqat Thai Ticket'dan o'tganman, chunki всё, faqat Bangkokka boraman. 3 kundan bittasiga ola olaman deb o'ylaganman-da. В итоге Indoneziyada bilet bor, lekin men uni sotib ola olmayman. 3 kun kutishim kerak. Endi men o'ylayman, 3 kunning ichida kimdir sotib olsa, всё, menga nasib qilmaydi. Singapurlarni ko'raman, boshqasini ko'raman. Bo'pti, bittasiga chiqadi deyman. Singapur sotilib ketdi. Yana
qayerdadir bo'yatdi sotilib ketdi. Indoneziyada joy bor, уже VIPlar tugadi-da. Keyin общийsiga kirgansizda. ha, общийsini kutgunimcha men ko'ryapman-da, qoldimi yo'qmi? Ha, mana shuni qilamiz, то что siz olgan biletingiz общий продажаdan olingan. Va anaqadan emas. Membershipdan emas. Да, chunki misol uchun men membershipdan keyin qilsam membershipdan. Endi hozir istoriya eshitasizlar, который membershipsiz olgan bilet. Endi tushundim-da. Вот membershipda o'zi nima bo'lgan? Birinchi kun membershiplar uchun bo'ladi, sotuv bileti, любой artistlarni. Ikkinchi kun nimadir qanaqadir saytimizda, misol uchun Life Notion'da kimdirlar podpisatsiya qilgan nimadirlar bo'lgan joy bo'lib ketadi. Undan keyin bularnikida Blackpinkda esa viza sponsor bo'lgan sponsorlarida anaqasi bo'lgan kimdir, короче, вот. 3-chi kunda общий bo'ladi. O'tga anaqaga ham kerak emas. Membership kerak emas. 3-chi kunda hozir eshitamiz, siz правильно Yo, bizda по-моему 4-chi kunda, chunki 4-chi kunda. Chunki 10-da bilet ola olmagan bo'lsam, 13-da olganman-da, общий продажаdan. 13-da kiryapman, ikkita joydan bilet bor-da, eng tepasida, libo o'ng tomondan, libo chap tomondan olishim kerak. No, ладно dedim. Senaga yaqinroq joydan, tepadan bo'lsa ham olaman dedim. И oldim bilet. Qaysi joydan oldingiz? Ticket.com degan saytdan. Ticket.com mobilniy приложенияsi ham bor. Jakartada. Ticket.com. Hozir qo'yib qo'yaman shu yerda, ko'rsanglar bo'ladi. Shu yerda o'tiraveraysizlar. Jakartaga, chunki vdруг Bangkok o'xshamasa Jakarta. Mana shunaqa hozir fikrdaman, chunki men hozir qo'rqyapman. Bechasi ololmasam shu. Bu safar endi bildim, hammasini пробовать qilish kerak. Да. Nесколько apparat olib, unisidan ham, bunisidan ham qilish kerak ekan. Qaysi bir удачный bo'lsa, o'sha Jakartaga oldim. Получается 13 iyun. И o'rtog'imga yuboryapman biletni. Ishonmayman ham hali ham. Oldimmi, olmadimmi deyman. Eng qizig'i, u yoqqa qanaqa uchib borishi, qayerda turishi, hech nimani planировать qilmaganman. Главныйsi bilet bo'lsa bo'ldi. Tushsam bo'ldi. Menda shu mana planirovka yo'q, qayerga boraman nima yo'q. Birinchi avvalik, keyin planirovka, потому что men qo'rqardim. Hozir hamma narsani plan qilib qo'ysam-da, себе, ну, как будто, ну, bo'ladi-ku, как бы самовнушение bo'ladi. Yo'q, o'zi bilardim точно olishimni, но вперед ketmaganman. Слишком ko'p katta qadam sovurmaganman, чтобы не разочароваться, так скажем, да. Keyin уже o'ylaganman mana shu haqida. Qarang, o'tgan paytingizda u hozirgi ko'rsatganingiz mingta bosishni Bangkokga to'g'rimi? Bangkok. Bosomni sotib olingan, bosomni sotib olingan bo'lgan. Ticket.com deysizmi? Ticket Major. Yo'q, Jakarta. Jakartada ticket.com. Ticket.comda u tez bo'ldimi или как? Или qanaqa? Meni tushunishim bo'yicha o'zini xalqi основной o'rtacha oilalari mana shu 300-400 dollar atrofida ekanda, и o'shaning uchun ularni xalqini ko'pi sotolmaganda. Основной sotganlar Qozog'istonliklar, ruslar, bizda mana shunaqa bo'lganda. Tayda bo'lsa, anaqalarni talantlilarni o'zi naverini to'ldirib tashlaganda. No, da, taylar ko'p bo'lgan, lekin все равно ruslar bo'lgan. Ruslar ko'p boy dahshat, ruslar shunaqa ko'p. O'rtachalik bo'yicha bo'lsa, ruslar topasizda. Не пропадете deb, ruslar shunaqa ko'p. Ularga olsam deb turamiz. Agarchi ruslar bo'lganda, keyin ular orqali men BKga kirib, ular bilan bitta guruh tuzib, men ular orqali ular o'rgatishganda, как-то постоянно чекс класс-ku, hamma plus-minus опытный bor, неопытныйlar bor, так что да. Отдельная группа qilib olib, keyin кто qaysi chislab ketadi, kim keladi, xonadosh topib bir-biriga shunaqa qilib, rus xonadosh bo'lgan. Ну вот, хотя бы так. Это она блин, что, почему? Я bitta o'zim birinchi marta spetь o'zim uchun. Undan oldin хоть либо oyimdan edi, lибо instimdan edi, lибо что-то, что одна просто. Да. Это жесть. Lekin zo'rg'a ketdim. Lekin нормально. Mana shu Blackpinkga uchganimda bitta o'zim. Bitta o'zim. O'rtog'ingiz bor ekan? O'rtoqlarim boshqa joydan keldi. Koreyadan. No, zато o'rtog'ingiz kelgan ekan. Malayziyadan. O'sha Jakartada ko'rishdikda. И получается, bilet olgan bo'lsam, keyin xursandman. Там nechadir kun xursand bo'lib yurdim. Keyin sразу anaqalarni ko'raman. Прямой reys bormi, yo'qmi ko'raman. Jakartaga. Yo'q, конечно, прямой reys. Либо charter bilan Baliga uchib, Balidan Jakartaga uchishim kerak. U вообще невыгодно. 30 millionmi shunaqa bo'lib ketyapti. Borish kelishi o'zi biletni o'zi. Нет dedim. Через Istanbul qaradim, anaqa qildim. Keyin stop dedim. Bitta marshrut qildik. Именно 10 kunga, 12 kunga tur qildik. Через Bangkok uchamiz dedik.
и Bangkok, Phuket, Jakarta qilib tur qilamiz. 3 kun 3 kunda anaqada qolamiz dedik. Keyin через Toshkentdan Bangkokka uchdim, Bangkokdan Jakartaga uchdim. Jakartadan yana Bangkokka qaytib, Phuketga borib, Phuketdan Bangkok, и shunaqa qilib где-то 12 kun yurib keldim. Bularni bor. Нет, ну, siz anaqa qilmadingizmi? Men misol uchun kassadan oldim. Типа aviakassalar bo'ladi-ku. Yo'q, men обычно havo yo'llarini o'zidan приложениyadan olaman-da. U случайda прямой reys bo'lmagani uchun anaqa ham o'ylab ko'ring. Cheresani пересадка qilib ko'rsatganda, Da. 3 soatlab uchish kerak edi. Qayergadir Xitoyga, Xitoydan qayergadir ko'rsatgan keyin, yo'q, невыгодно dedim. Yo'q, unaqa kelsa ham anaqa kassadan so'rab ko'radi, обычно arzonroq bo'ladi dash. Чем вообще? Есть. Men kim bo'lsa hamma aviakassaga men oxiri oy men berdilar nесколько aviakassa ko'pchilik, juda ham ko'pchilik. Shuasi bittasi normalniy narx aytdi. Hamma 8-9 10 million qilib turgan joyida menga prямой reysni endi 9-ga dedi, 10-da konsert bo'lsa, 9-mayda shu где-то 9 kunga, yo'q, bir haftaga u yoqqa ketish, qaytish balobatar anaqa chiqdi. 7 million so'm tegdi. Mana bilib oldik. Qayerdan olishi, qanaqa muammolar bo'lishi, nima qilish kerak, сразу опросникdan o'tish kerak. И plus shuni bildikki, что shans bor. 3-kunda ham даже shans bor. Men da shunaqa odamlarni опять-таки har doim aytib o'taman. Bilamanki, которые VIP bilet olishgan 3-kun. Endi bu joy по случайности bo'lgan, bitingiz bilmayman, uchun навряд ли. Shunga anaqa qilmaylar. Shans слишком не хочу, чтобы фантазии были такое. O'sha biletga siz necha pul to'laysiz в итоге? Bilet $225 по-моему bo'ldi. $225. Ha? 225? Да, $225 bo'ldi. To'g'ri, aviabilet aytdingizmi? Нет, konsertda bilet. Не, konsertda bilet. Ha, давай. $225 dan oldim. Где-то 450, ну, 212, 225. Kun bo'lsa bir kunmi? Bir kun. Bir kunga Konsertga 2 ta bilet oldim, 400 necha puldir dollarga. И keyin samolyotga bo'lsa biletni havo yo'llaridan oldim. Toshkent Bangkok. Tуда-обратно, по-моему, либо 6 million, либо 8 million shunaqa edi. Общий biletga 10 millioncha ketdi-da, chunki Bangkokdan Jakartagacha примерно где-то 100 nechadir dollar tуда-обратно. Keyin Bangkok, Phuket, Bangkok oldim. U ham mana shu $150-200 atrofida bo'ldi. $300-400 o'shanga ketgan bo'lsa, ну где-то примерно да 10 millioncha ketdi. 6 ta перелет bo'ldi-da shunda. Это получается men 30-da kechasi Toshkentdan uchib ketdim. 31 полный aeroportda yurgan. 31 oktyabrda полный aeroportda yurganman. И Jakartaga uchishim kerak bo'lgan reys qoldirildi. Получается, 31 kechasi soat 8lardami uchib ketishim kerak bo'lganini 10dami, 11dami uchib ketdim-da. И Jakartada kechasi soat 1damiz. 1da kechasi o'rtog'im bilan Bangkokda, u yerda ham 2 ta aeroport ekan Bangkokda-da. O'sha местный aeroportga borishim kerak. Birinchi marta o'zim uchishim. Bangkok aeroportiga bordim. Endi pasport kontroldan o'tkazishyapti. Sheriging bormi, umi, bumi deb. Hech nimani bilmayman. Eng qizig'i angliskini ham bilmayman. Angliskini zo'r bilasizmi bu? Yo'q, вообще zo'r umuman bilmayman. No, bilaman, hazillashdim ozgina. Tushunaman, lekin gapira olmayman. Men teskari. Работаемся, если что, bo'lsa, men gapiraman, siz tushuntirasiz. Короче, pasport kontrolda so'rayapti. Qayerga ketyapsan? Necha kunga? Nimaga? Men o'sha kun Jakartaga uchib ketishim kerak. Жесткий pasport kontrol bo'lyapti-da. Bitta o'zimman-da. И keyin mani pasportim deyapman. Mana arrival kartim o'tganman. Заранее registratsiyadan QR-larni ko'rsatyapman. U ham QR ham bormi o'tdi? Ha. Bangkokda yaqinda chiqdi QR. Men shu borgan paytimda chiqdi. QR'lar. Bilmadim, oktyabrda bor edi. Oktyabrda уже uchib ketayotganimda bor edi. Endi aeroportda o'zida to'ldirishardi. Aziyaga ko'p uchganim uchun biz уже заранее bilamiz-da, сразу qidirib to'ldirib olamiz uchib ketishimizdan oldin. И keyin u yoqqa o'sha pasport kontroliga biletim ko'rsataman. Blackpink. Bo'ldi, angliskiy, meni angliskiyim. Men aytaman, hozir Jakartaga ketaman.
Blackpink deyapman-da. Blackpink. Blackpinkga eshitib o'tkazib yuborishdi. Jakartaga uchayotganimni. Keyin anaqaga. Blackpink eshitib. Вот. И Oh my God. местный aeroportiga bordim Bangkokka. U yoqdan Jakartaga uchib ketishim kerak edi-da. Keyin u yoqda o'rtog'im bilan bir-birimizni topdik. Aeroportda 8 soat o'tirdim. O'sha 8 soat ichida hamma ishlarimni, narsalarimni bir 10 tadan oshiq montajlarim bor edi-da. O'shalarni o'tirib, endi anaqa qilsam reys qoldiriladi deyapti-da. Qoldirildi. Imoyim, ey xudo, ish qilib qoldirilsa ham o'sha birinchi kirib kelyapti-da. Konsertga yetib boray. Hech bo'lmasam kiyinib yasam borishga anaqam bo'lsin deyapman-da. O'shanga har doim oldinroq reys qilish kerak. Yo'q edi-da. Yo'q edi. 5 oy oldin yo'q edi. Именно вот определенный qaysidir kunlari ucharkan-da. И получается, undan oldinroq qilsam, уже там 4-5 kun oldin borishim kerak. Anaqa qiladigan bo'lsam, 31-da kechasi bor edi-da. 31 kechasi borsam, konsertga to'g'ri kirib borardim-da keyin. И то задержка bo'lsa, konsert tugashiga borardim. O'shancha ladno, bir kun oldin dedim-da. 31-da soat 10 da уже Jakartada bo'lishimiz kerak edi. Lekin biz 1-noyabr kuni kechasi 1dami aeroportda hamma qizlar yig'ildik-da. Hammani reys задержка bo'lgan, shunaqa bo'lgan, nimadir bo'lganda esimda yo'q. No, bitta vaqtda anaqa bo'lib qoldik. И самый интересныйsi, ko'rgan bo'lsanglar, Blackpink hozirgi anaqasida o'sha oxirgi konsertida deadline'da lazer shoular bo'ldi-ku. Tepaga lazerlar chiqdi. И ko'zga tepaga ham chiqarishyotdi-da. Tipa anaqa qilib. И aeroportdan otelga kelyapmiz. Otelga stadionga yaqinroq joydan olganmiz-da. Yaxshi qilibsizlar. Ну, shunda ham tam 6 kilometrmi shunaqa-da. No, konsert kuni 4 soatmi probkada qolib ketdik-da. To'xtab qoldi prям shahar. Ну, об этом потом. Xullas, aeroportdan chiqyapmiz. Nimadir uchyapti-da. Menga yetib kelmayapti. Kechasi nima bo'lyapti? Bu Jakartada deyapman. Jimjit hamma yo. Akasi там в час ночи-mi, kechasi 2dami repetitsiya bo'lyapti-da. Либо repetitsiya, либо nimadir проверяет. Tekshirishyaptim, bilmayman. Shunaqa muzika eshitilyapti. Shahar jimjit-da. Voy, o'ylam, уже чувствовать qilaman-da. Уже konsertga kelyapman deb-da. U anaqalarini ko'rib, keyin kechalari bilan ko'zlarimga uyqu kelmay, hayajonlanib, ertalab Men uxlamaganman. Anaqa qilganman. Zo'r o'chidaganman. Ajoyib. Blin, shuncha problem. Necha kunda qoldi shunda? Shu kun 1-noyabr, 2-noyabr Jakartada bo'ldim, keyin уже ketdim Tailandga. 10 kun Tailandda yurdim-da. No, 10 kun Tailandda yurdingiz. Tailandda sanamasak bo'ladi-da. Chunki savol bor shu, вообще necha pul ketdi hammasiga professional shu. Qancha otel misol uchun necha pul to'ladingiz? Qancha bir kunga aytaylik. Esimda yo'q, lekin umuman qimmat bo'lmadi. Bizda 3 ta qiz bitta nomer oldik. Otel o'zi ham такой шикарный, нормальный otel edi. И $300 ham bormadi-da. 300 даже 200 qanchadir dollar bo'ldi. Bir kunga. Kuniga $100mi, $70mi, 3 kishiga-da. И нормально. Otelga вообще esimda yo'q. No, ko'p ketmadi вообще. Jakartaga, umuman Jakartani o'ziga agar Toshkentdan uchib borganimni hisoblamasam, Indoneziya вообще arzon. Значит, siz qo'yib boribsiz-da, такой момент. Yo bordingiz, nechadan bordingiz konsertga? Konsertga soat 6:30da boshlanish kerak bo'lgan bo'lsa, biz 1:41da chiqib ketganmiz. И вот мы тут сидим уже 15:32 yo'lda, пробка. 1:41da taksiga o'tirganmiz, получается. И вот men bitta очередda turamiz. Soat 4da men ketib yo'qman-da уже. Brasletni olganman. Kстати, olib keldim o'sha brasletimni. Mana ko'rsang как раз да. Voy, sen ham shunaqa. Hammasida menimcha bir xil anaqa bo'ladi. Menda qog'ozli bo'lgan. Da? O'tgan qiz ham shunaqaroq edi. No, нет, boshqacharoq edi. Deadline. Жалко bo'ldi tashlab yuborish. Shuni ham kesib. Ну да, mana olib qo'yganman-da, qog'oz чисто. Shu lekin kartochka berishdimi yana bitta savol sizda ham? Kartochka berishdimi, shu как билет?
mana shuni berdi. Faqat shu. Mana shuni berdi. И вот QR kod bor тут. QR kodi bor. Shu QR kodi bilan o'tkazdi, lekin buni olish uchun очередьda turib, pasportni ko'rsatib, biletni ko'rsatib, Pasportinglarni ham esingizdan hech qachon chiqazmanglar, потому что qaysi pasportga to'ldirgan bo'lsa, shuni olish kerak. Men jinniman, anaqa pasportga to'ldirgan, yashil pasportga to'ldirgan. Hamma narsa yangi yashil pasporti bilan yurganman. Anaqada ham shunaqa xato qildim. Koreyaga borganda Idiniya konserti deb yashil pasportga yaxshi ham olma. O'zi o'yladim, birinchi marta shu Idiniyaga borganimda kerakmi, kerak emasmi bo'lib yashil pasportim. Ладно, oldim. Men xayolimda ham yo'q, shu konsertga bu pasport orqali oldim, kerak bo'ladi. Men yaxshi olmadim. Ammo qo'rqqandim, отчество yoziladi-ku bizning pasportimizda. Xato qildim. Yo'q, familiya, imya yozganman, отчество yozmaganman-da, bilet olib. Hamma ham bo'lmaydi o'sha. Da, ular ham именно pasportda qanday bo'lsa shundayligicha beradi deb qo'rqitishdi-da. Da, shunaqa. Keyin нет, в итоге berishdi. Anaqa qilmadi. И kirayotganimizda sumkalarimni tutib, shtativimni olib qolishdi. Mani, kстати, shtativimchi mana bunaqa shtativ bo'ldi. Olib qolmadi, hatto telefonim. Bukvalni mana shunaqa turganda, qo'limda. Ya, mana shu tekshirayotgan paytda shunaqa kirganman-da. Kichkina bo'lgani uchun menga indamadim. Meniki mendan kattaroq edi. Anida paytim. O'shancha, selfie palka bo'ladi deb olib qo'ygan. Unaqa katta bo'ladi. Bu kichkina bo'lgani uchun, hatto menda maksimalni shu-da. Maksimalni shu. Ammo o'yladim, shtativni qo'yib qo'yaman, o'zim maza qilib konsert ko'raman, telefonimga olaveraman deb o'yladim. Shunaqa ham sanasiz. Da. В итоге keyin stadion вообще katta, lekin zo'r, organizovanно anaqa qilib qo'yishgan. Hammani bo'lib qo'yganda, o'sha kiradigan joylarini. Lekin merch olayotganda uni ham farqi bor ekan. Именно VIPlarga alohida merch sotadigan, ularga tekinga beriladi. Viza o'sha sponsor bo'ladi, vizaniki, ularniki alohida edi. Без очередida. Oddiy xalqqa, oddiy o'sha 3-4-kun olganlarniki, ularda длинный очередь. Qo'lingizga bunaqa qog'oz beradi, broshurkaga o'xshagan anaqa. Kстати, o'sha yerdan tanlaysizda, galochka qo'yib chiqasizda, keyin berasiz. U yoqdan sizga yig'ib turishadi. Очередingiz mundoq borgandan keyin o'sha narsaga to'laysiz. To'laganingizdan keyin sizga mana shu light stick bilan men bu anaqani Koreyada men bu $30 edi. O'zini ofitsial anaqasida. Men ham где-то $30 edi. $60 bo'lishi kerak bo'lgan narsa $100 ga oldim-da. $100. Da. Agar VIP olganimda, birinchidan men ularni repetitsiyasiga kirardim ertalabdan, ikkinchidan men narsalar menga sovg'aga anaqa qilishardi. Do'stlar, ya'ni sovg'a berishadi. Agar hammasini belgilab chiqsangiz, u ham hammasi sovg'a ekan. Yo'q, menimcha ularga spesial merch tayyorlaydi. No, bularni berishmasdi-da ularga. Biz hammada bo'ladi o'zi, sovg'a VIP-larga berishadi, no, ularga отдельно, они не могут выбрать встав anaqa ichidan. Ularga отдельно tayyorlaydi. Misol uchun, xo'p, qaysidir shaharga ochki tayyorlagan, qaysidir shaharga termos tayyorlagan, qaysidir shaharga chochuv. Yo'q, lekin ularni sotib oladigan anaqasi ham bo'ladi-da. Alohida ularga, вот, например, bizga oddiy merch bo'lsa, ularga spesialniy merchlarni sotadi ham-da. Ular sotib oladigan narsani biz даже pulga ham sotib olamiz-da. Ha, no, da. Alohida anaqalar qo'yadi ularga. Вот, lekin VIP bo'lganda olardim. Eng afsuslangan narsam shu, lekin xudoga shukr tushib keldim konsertga. Хотя бы o'zi ichimda aytdim. Mana mamaning VIP. Хотя бы burchakdan bo'lsa ham olay deb Bangkokda aytdim. И Jakartadan o'sha burchakdan chiqdi-da. Keyin aytsam bo'lar ekan, хотя бы bittadan qolsin deb niyat qilsam bo'lar ekan. O'sha niyatimga yarasha burchakdan joy oldim, lekin вообще zo'r bo'ldi. U nima deydi? Yaxshi burchakdan olsangiz, o'zidan olganingizdan ekran ko'rgan bo'larsiz, katta ekran. Voy, yomg'ir quydi shunaqa. Yomg'ir o'tdi. Yomg'ir yog'di. Kirdik, o'rtada ochuv. O'sha VIP-da anaqa qilganlar, becharalar ertalabdan kelib olganlar bor, konstruksiya qilishdi-ku scenani o'rtasida anaqalar o'tirishdi, такой super VIPlar. Bilmayman, ularga alohida bilet qildi. Prям scenani ichida kichkina dumaloq joy bor edi. O'sha yerda o'tirishgan, shunaqa qilingan edi. Blackpinkda scena. U yoqqa, bu yoqqa qarab qizlarni aylanganini ko'rasiz-da. Konstruksiyasini shunaqa qildi-yu. Staff chiqyapti. Pol archyapti, sirpanib ketyapti. Ichimda o'yladim, hozir Blackpink chiqib sirpanib ketmasin debdi. Keyin chiqishdi birinchi, kirib ketishdi. Sochini o'rib chiqishdi. Yomg'irdan ishib ketganmi, nimadir bo'lganmi? Jennining sochi ham o'rilgan edi-da. Keyin
yomg'ir ham ozgina yog'di tindi. No, так вообще zo'r bo'ldi. Boshlandi. И men прям o'ylayapman-da, qanaqa qilibman yoki kelib qoldimman deb. Emotsiyada bilmay qolganman. Konsertgacha yetib kelganman. Qanaqa bilet olganim, nima bo'lgan, nech pul ketgan, Hammasi esdan qiynalganman, hammasi esimdan chiqib ketdi-da. И вот o'tiribman. И ashulalarni eshitib o'tiribman-da. И o'sha momentda ichimdan anaqa narsa o'tyapti. Блин, qaysidir paytda men bularni просто вживую eshitarmikinman deb havas qilib eshitardim-da, ko'rardim videolarini, anaqalarini. И hozir men уже o'tiribman вживую, невозможно deyishadi-ku. Прям shunaqa bo'lgan. Bu yerda moral takov, что harakat qilish kerak. Nima bo'lsa ham harakat qilish kerak. Hammada har xil muammo bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi, ruxsat bermaslik, balobatlar yoki yosh to'g'ri kelmaydi yoki bilmayman deb turgan odamlar bor, просто divanda yotib hech narsa qilmaydi. Не знаю, я хочу deganlar ham bor. No, bitta narsaga ishonish kerak ekan, серьезно. Bu qiyinchilik bor. Bunda ham qiyinchilik bor. Borib yetib kelishi, bu yoqqa olishi ham o'zi qanchalik azob. Lekin konsert o'ziga kelgandan keyin, hamma narsani his qilgandan keyin, nech pul ketqizgansiz, qancha bo'lgan, hamma problemalar shu mashinada ketadi. Menda shunaqa bo'lganda, men zo'rg'a ketganman. Zo'rg'a qilib, nimalar muammolar bo'lmagan. Pulim yetmay qo'yganda, вообще o'tdan qilib, hamma sezimdan chiqqanda. Shunaqa bo'lar ekan haqiqatan. Вообще. Menda bilet olgan paytim faqat bilet o'ziga yetadigan pulim bor. VIP bo'lsa, ikkita VIP olishga yetadigan pulim bor edi-da. Na samolyotga pulim yo'q edi, na otelga, na aylanishim, plan hech nima yo'q edi-da. Keyin o'shanga anaqa qilib, nechta proyekt oldim, ishladim. Necha marta konsert pulini ishlatib qo'ydim. Necha marta 5 oy ichida har oy ishlatib qo'ydim-da o'sha konsertda pulini-da. Ketishimga bir hafta qolganda tushdi-da qo'limga pul. Shunda Blackpinkning konsertiga bilet olish 5 oy oldin bo'lgan. Офигеть. Потому что BTSga har doim 2 oy oldin-da. No, bu safar aytishyapti, что xuddi Blackpinkdagi bo'ladi BTSda hamda. Agar u mahalda emasmi? Agar ularning ssenariysi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Нет, не надо. Наверное, iyunda ochilsa kerak. Men u bungacha pulim bo'lmaydi. Voy, серьезно? Bo'lishi mumkin. Agar unaqa bo'lmasa, avgustda ochilishi mumkin. Avgustdan to'xtaydi, avgust hech kimga voqlik, хотя бы sentyabr bo'lsa. Nimaga avgustda? Chunki ularda oktyabr, noyabr-ku, oktyabr, noyabr, dekabr, по-моему. O'shanga avgustda ochilishi ham mumkin. Menga misol uchun o'rtog'im qarz berganda, shu birinchi bilet olishimga o'zi случайно men xohladim. Просто Jik, я захотела. O'shanga harakat qildim. Atak menda hayolimdan yo'q edi, olish kerak, plan yo'q umuman. Я просто захотела. Просто. Не знаю, потом o'rtog'im yaxshi duo qilib turaman. Shundoq berdi, $400 2 kunga ham oldik, $400 ketkazib. $150 qo'shib berib turdi, yana pulim yo'q deb ko'rsatdi. Oyligim 2 million o'sha. Haligi shuni eslayman-da. Keyin qilolmayman degan so'z-chi, вообще qabul qilmayman. To'g'risi. Kimdir yozadi, tam achinishni xohlashadi-yu, но я уже очинima, уже нету такого, что я не могу, да. Например, yaqinda emas, ozgincha vaqt o'tdi, 1-2 oy o'tib qoldi. Men hammani yig'dim, как купить o'sha bilet, konsertga tayyorlandik, ko'pchilik odam keldi, и men ko'p turibman, то что haqiqatan tayyorlar odamlar kelgan. Shu leksiyaga tam Koreyada o'rgatdik, qanaqa olishni tam Koreyada o'rtog'im kelib shu payt kelgan. Yana bitta qiz bor edi, Bangkokga aytib bergan ham o'zining istoriyasi bor-da. У меня bunaqa случай bo'lganda, birinchi deadline объявить qilishganda Aziya yo'q edi. Aziya yo'q edi. Amerika bor edi, Yevropa bor edi. Mana shunaqa bo'lganman. Chunki men esimda bor, O'zbekistonda hech qanaqa tur yo'q edi. Men bilet sotib olganimdan 2 oy keyin tur chiqqan. A до этого hech qanaqa tur yo'q edi. Men даже Koreyadagi SNG dan ochilgan tur firmalariga yozib chiqqanman. Koreyaga hech qanaqasiga Hech kim bor. Anaqasini qila olmaganman. Keyin Parij anaqalarni so'rab surishtirganman. Menga самый главныйsi kimdir menga yo'l ko'rsatsin edi. Men qilardim-da. Samostoятельно boraman, bilet sotib olaman desam qo'rqyapman, chunki meni aldab yuborishsa-chi. Men shuncha harakat qilib borsam-da, u yoqda bilet yo uzr, sizni kirgizmayman, sizni nomingizda emas deyish mumkin-da. Yo'q, naоборот, o'zingiz qilsangiz, naоборот, hammasini bilib oldindan qilasiz. Lekin в итоге Азияga chiqdi. Вообще xursandman. У меня был такой случай. 2023 yilda
birinchi путешествием bo'lgan. Тоже Baliga. 2023-da. Da, unda Blackpink'ga kontrakti tugayotdi. Prям mana bo'lgan. Blackpink kontrakti tugagan. И tur bo'lganda, Blackpink'ga turi bo'lgan, oxirgi turi, kontrakt tugashidan oldingi. Yana Coachella'da ham chiqishdi o'shanda. И men o'ylaganman, hech qachon невозможно men bunaqa joyga borishim, anaqa qilishim deb o'ylaganman, потому что umrimda путешествовать qilmaganman. Я никогда не думала, что это вообще так легко. Сейчас o'tib lehko. Yo'q. Просто biz o'zimizga shunaqa ограничениялар qo'yib tashlaymiz-da. Biz цель qo'ysak, например, biz uchun o'sha целni qanaqadir yo'l bilan bo'lsa ham достигать qilsa bo'ladi-da, erishsa bo'ladi. И вот 2023-yilda Blackpink как бы anaqasi tugagan, kontrakt tugagan, и men o'ylaganman, men endi hech qachon ularning konsertiga tusha olmayman. Потому что Lisa продлить qilmaydi degan новостlarda chiqib ketuvdi. И anaqaga Baliga uchib borgandan keyin 2 kundan keyin, 3 kundan keyinmi kontraktni продлить qilishgan. Это было в декабре. И men shunaqa xursandman. Bo'ldi, xudo xolis konsert bersa, men tushaman ularning konsertiga deb o'sha yerda niyat qildim-da. Indoneziyada niyat qilganman. Indoneziyada tushdimda konsertga-da. Получается. И men o'ylayman, 24-yil konsert berishmadi. Solni anaqa qilishdi, bo'ldi, tarqalib ketadi, konsert bo'lmaydi deyishdi. 25-yil yanvarda deadline chiqdi. Amerikaga, Yevropaga. Всё dedim. Nima qilib bo'lsa ham olaman dedim. Молодец. Harakat qildim, yozdim, qidirdim, topdim-da, ola olmadim. Aziya chiqdi. Yo dedim. Davay, yana harakat qilaman dedim. O'shanda ham ola olmadim-da, Bangkokka. Alam qildi-da. Jakartaga oldim. O'shancha ishongim kelmadi bilet olganda. Rostagazmi bu deb пока tushmagunimcha anaqa. Хотя бы agar fakeовый bilet bo'lsa ham, stadionga borib bo'lsa ham eshitib kelaman tashqarisiz deb anaqa qildim-da. Настолько. Нет, это очень обидно, фейковый. Потому что много фейк. Мы даже anaqa ticket joyga yozganman. Men real bilet oldimmi? Unda такие, да. Спасибо. Вот siz borib keldingiz. Blackpink konsertiga da, uzoqdan bo'lsa ham ko'rib keldingiz. 3-kunda oldingiz, bir общий продажада. Вот что бы вы советовали наши, misol uchun, blinklarga, ko'p blinklar bor, ko'p K-pop'lar bor. Вообще bu касается hamma konsertlarni, bu sovetlarda, например, bu chunki sal bir xilroq bo'ladi sistemasi. Nima maslahat berardingiz? O'zingiz misol uchun qanaqa xato qildingiz-ku, keyingi safar shu xatoni qilmaysiz va boshqalarga ham maslahat berasiz. Birinchi o'rinda hamma новостьlarni kuzatinglar. Birinchi sovet o'sha hamma anaqalarni, новостьlarni, hamma sotsetilarni полный уведомленияларni yoqib tekshirib turinglar. Chunki yangi nimadir новости chiqsa, eng birinchi o'chirda hammadan birinchi o'qigan odam yutadi. Bilet olishi har xil yo'lini sinab ko'ringlar. Hech qachon именно o'zingizlar olayotgan bo'lsanglar, bitta joyga planировать qilmanglar. Aziyada, именно Aziyada, Aziya bo'yicha, chunki boshqa Yevropa, Amerika anaqalarga qiyin, конечно, но Aziyada birinchi bo'lib konsertga bilet olinglar, любой joydan bo'lsa ham, keyin уже turni planировать qilinglar. Men shu narsaga aniq qildim, chunki o'tgan safar Bangkokda o'zimda ham o'xshamadi, o'xshagani Jakarta bo'ldi. Bu safar ham mana BTS ga harakat qilmoqchiman, olmoqchiman. O'shaning uchun hamma o'sha birinchi o'chirda условиялар bilan tanishib chiqish kerak. Qaysi saytlarda sotiladi, qanaqa sotiladi, qanaqa registratsiya, nima bo'ladi, hamma informatsiya bilan tanishib chiqish kerak. Keyin Bangkokgami, Singapurgami, Jakartagami farqi yo'q. Qayerga bo'lsa ham harakat qilib ko'rish kerak. O'xshasa, keyin уже turni planировать qilsa bo'ladi. И eng главныйsi shuncha odam olyapti-yu, men ololmayman deb o'ylamaslik kerak. Chunki da, konferensiya bor, qiyin, oson emas olish, lekin boraman desanglar borish oson. Hamma olyapti-yu, men ololmayman. Da. Men nima farqim bor bilan? Men ololmayman deyishgan. Da. Zo'r. Men ham shu deb o'ylayman. Ana shu bitta joyi, mana bir maslahat berdim. Bitta joyni mana qilinglar deb, chunki men ruslarni ko'rganimda ularchi VIP xohlayman deganda, faqat VIP narsalar chiqargan. Oxirgi yana VIP olganda. Hamma har xil история на самом деле. Men просто любой образ, mana shu страховка qilganman. Лучше так.
Tipa любой joy olish kerak bittasi bo'lgandan keyin любой joymi ikkinchi bilet уже VIPga harakat qilish kerak. 10 gacha kesh bo'ladi. Ну, ikkita kompyuter qilib olish kerak. Bittasi точно VIP oladiganini selektsiya qilish kerak, a ikkinchisini esa точно VIP emas, bu qaysidir boshqa, ну чтобы в главный зал. Да. Bu sizga podarka. Mana rahmat. Magazinimdan Kevin Kosmetik'dan shunga пользуйтесь. Да, bu odat bo'lib qoldi. Libodan kesish beraman. Shunga пользуйтесь. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Shuncha narsa aytib berdingiz. Hammaga xayr. Keyingi videolargacha ko'rishguncha yozinglar kommentariyada nima xohlayapsizlar. Faqat iltimoslarni cho'ng'ib Winter nima deb so'ranglar. Men уже tushuntirdim boshqa videoda. A tak sizlarni o'zlarimning yangi kutaman. Надеюсь, YouTube ko'proq chiqaman. Потому что mana vaqtim bo'lmayapti, o'shanga yo'qolib qolaman. No, endi harakat qilaman chunki monetizatsiya yoqdim. Так что, да. Hammaga xayr. Надеюсь, Blackpink'ni, Etizmni, BTS konsertida ko'rishguncha xayr. Xayr. Lights up, we're taking over the world.